Ben Amerika'da 90 yıl geldim. 90. Amerika keliştim burun Angliyada birikti. Biz men Angliyaga 88 yılı çıkkan çağda Angliya özüde 4 tek Uygurlar. Keyin bir 20 yıldan keyin yana badım şu 4 Uygurdan taraqqinib bu Angliyadan Uygurlar hozir bir 500 600 yil. Endi aşağılarda bir şey o'xshash Uyghur cemaatlarmi endi dastlabda o'zaro bunda bir aralashib tanishadigan ahvollar yo'q. Keyin lekin bular mana shu Uyg'urlar dastlab yana biz sizlar ochgandek shu mechitlar orqali boshlangan. Mechit degan mening bilishimcha 3 joydan bir yerda bo'lsa, bir o'rinda o'tirsa, namozni o'qishlar degan mechit bo'lib qoldi. Bundan chiqib endi shu til degan narsa, mesela tillarimizni qoldirib qo'ysak bo'lmaydi degan narsa. Shu yerlarda bu rivojlanib mandi. Men 90 yil Amerikaga keldim. Amerikaga kelsam shu vaqtda erkin sidiq bakandoq, qahar efendim bakandoq mana o'shada shuning o'xshash bir 10 nechadan bakandoq u yerlarda. Lekin biz shu vaqtlarda shuni his qilgandik-da, garchi orliqlarimiz jiroq. Baba bu Kaliforniyada yana bir Floridada bo'lsa-ma, shu vaqtlarda men shuni izlashib turardik. Izlashib telefonlarda bizning deydigan gapimiz, qildigan g'amimiz, balkim sizlarmi shu vaqt shu g'amni qildigansizlar, hozir shu g'amni biz shu vaqt qildigan nima g'amimiz desa, mishal shunday turib qoldik. Bu bir o'zimizning bildigan tillarimizni o'zaro paranglashaydi desek, u bu yer turgan bu yer degan tuzgun. Shularni qanday qilamiz deganda deb shu vaqtlarda biz maslahatlashib jiroqda bo'lsakmi, o'sha eng o'g'anda o'zaro paranglashib turadigan bir xil shariat. O'zimizning bolalarimiz, mening 2 qizim bor, buning 2 qizi bor, ashtadek, bir o'g'il bir qizi bor degandekda. Buning ham hozir qizlari jiq, shunday boshqalarni endi o'z shunday qo'yadi. Shunday bo'lgandan keyin shu 2 bola bo'lsa, shular Uyg'ur uchun uyga uyda. 3 bo'lsa, 4-5 agar 4-5 oylik bo'lib qolsa, ular bir yerlarga kelib, haftada rulamda oyda bo'lib, shuning asosida bu narsa taraqqini bir yerga bordi ekan. Endi men yerda uzun gap kirib ketmay, endi tarixni yaxshi ko'rgan odam uzun tarix. Men ish qilib bu yerga bugun kelishim nihoyatda haqiqatan faxrlandim. Biz garchi Amerikada uzun yil 30 yilga yaqin yursakmi, mana biz raskapni qilmada bu yerda. Mislarga o'xshash mundaq bir o'rin yo'q raskap. Shuning uchun bizmi men shaxsan shu mishani ko'rib haqiqatan sizlarni mush yeringlarni o'rgandim. Mening mush to'g'riliq bir kuchaydigan ishim men mush Allohlardan bilan Amerikada mishlarga o'xshash mushta bir o'rinni ilib mushta bir narsalarni qurib bolalarimizga Uyg'urchani o'rgatadigan o'rin, o'zimiz namoz o'qiydigan, endi o'zimizning madaniyatimizni, tarixlarimizni bunda o'zaro suhbatlashan bir o'rin qildiganga men ham ishqil bel bağladım şunu qarab tirishime burunqi kamchilik yerlarimni to'ldiramagan yerlar sizlarni biz yurdim olganda. Rahmat sizlarga, bolalarimdan haqiqatan faxrlandim. Tillarni shunday yaxshi so'zlaysizlar ekan, she'rlarni shunday yaxshi o'qidinglar, naqshni shunday etdinglar. Bizning mana mayaqda lider sifatidagi bir bolamiz bor ekan mana. Rahmat ammolar. Ben aldılan abeki farzandlarni tarbiyalagan Abba va Dadullohga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Men bu xuddi o'xshash nihoyatda ta'sirlandim. Sizlar bilasizlar, men turizmda odam, shu turizm to'g'riliq. Hozir millatniki oldida muhim ish bor. Din, millat va zamonavilik Muştanın əmisi biz duş kelayotgan aytın muhim işler. Abenki masorunda ko'rsatilgan numurlar mana shu narsalarning hammasini to'liq aks etdi. Shunga men aytib faxrlandim. Bolani da tarbiyalash oson ish emas. Men bu ishga bolani keladi. Bola qo'ldan chiqib bo'ldi, lekin bu oson jarayon emas. Bolani shuncha qilish oson emas. Shunga nurg'un jafosini to'g'risida ko'pdan ko'p rahmat. Amaliyotda bu jihatda sizlarni chet eldagi Uyg'urlar qanday yashasa bo'ldi degan bir savolga amaliy haqiqatlar bilan javob topib turibsizlar, javob berib turibsizlar. Bu nihoyatda muhim ish. Ben bu sahada biraz iznib kelyapman. Hozir biz duch kelgan masalalarni birisi bo'lgan kimyoda so'zni asos narsamiz shu bolaning ana tili masalasi. Endi bu sal cho'nroq doirada aytgan chog'da chet eldagi bolalarniki milliy kimlik masalasi. Chet elda qanday qilib milliy kimlik
ne balla sındırıp turib cho'ng qilib oldu degan bir masala bor. O'tganda bir Yahudi ziyolini mishaqda tayyorlagan bir narsani ko'rdim men. Uni uyg'urcha maqola qilib yozdim. Bolalarda milliy kimlik tarbiyasini qanday elib berish to'g'riliq. Men sizlarga oldin o'qib beray, aqsindan deydigan gapim bor. Shu 5 jihat bak muhim deb yozibdi u olim. Birincisi ota-onalar ulgu bo'lish bolaga. İkincisi balanız için dini terbiyeni yaxshi elib berish. Üçüncü balalarni öz cemaati tarafidan uğurlaştırılgan ve milli tus algan her xil faoliyatlarga qatnashtirish. Dördüncüsü cemaat barpo qilish. Beşincisi kimlik terbiyesi. Bugün mush so'g'rinda mush 5 narsaning hammasini ko'rdim men. Gerçi sizler bu makalını okumaktan, Moğolşa'da sistemi bugünü elde etmekten bolsanlar mı? Bunu hemen kıymetlisizler. Bu acayip iş bu. Şuna özüm şahsen pek tesirlendim. Abetin to'liq degandek, biz o'tgan yil hozir dunyoning nurg'un yerlarida uyg'urlarcha bunday ahvolni amalga oshirgan yerlar ko'p emas. Bu Amerika bu jihatda biroz oqida. Hozir yaqinda desidiki bolalar ama pul çıkıldı. Mesela özü üye aldığın işlerini kıyıp da bu üyede yenilik andi. Sizler ülgü bu ötüsler andi. Şu an ait yaxşı iş. Meniki azrat ayağın gaplarım var. Aldığı har sözler olsun. Anladıkin azratça ma anı til to'g'ri sözler biray. Ben bir azrat narsa qarshi keldim. Mani bo'lsa temalarni birak esipinglar. Bolalar ilimdan qiziqtirdiganlar. Andan keyin ma'u nasaniki boshlang'ich maktab bolalar uchun tayyorlagan terbiye materyalleri, terbiye degende kainat doğruluk materyallarında. İngilizce bunu koyup koysanlar balalarını terbiye payını kıstırma faydası var. Anladın ki mavi resim, anladın ki man nasıl degen ma çaplığa neyse aksu suyasan çaplığı oldu bu yerlerde. Man her bir balığı birden bağ mavi. Hazır besem emmeye başlasın o pide de çeçilip dedi. Para tüygen çağda anladın ki balığa birden bireydi. Azıcık tutsun. Vaqt qanchalik qoldi? Ya vaktimiz yok. Ya vaktimiz Yo'q, bu erkin ait yaxshi gaplarni quvvatadi. O'sha erkinning deyotgan gaplari bizning degimiz kelayotgan gaplar, o'xshash gaplar. Shunga men gapimni qisqartib, yana vaqtni mush erkinga bersam, erkinning gapini bir chiqarib olsak. Mening gapim ikki jumla endi. Uyg'ur uyi vatansiz Uyg'urlarning vatani. Öysiz Uyg'urlarning uyi. Mechitsiz Uyg'urlarning mechiti. Biz sizlardan ta'sirlandik. Bizmi Washingtonda bir uy olamiz. Yapma. Endi ma erkinlikni anglaydi. Men bu erkinlik kömügül uzun bo'ldi. Bek yaxshi gap qildi. Anglashqa. Ben aldıda azrak yaxşı biray. Anamdınkin bu paliyatlarımız ihtiyarı olsun. Soğlanlar olsa qanday. Ma'qul. Nima so'lanlar bo'lib qolsa, meni har qanday vaqtida to'xtab so'rasanlar bo'laverdi. Degan men gilas taqib oldim. Ma'u sizlardan o'zimni ustun qo'yib olib uchun emas. Sizlarga hurmat nuqtasidan. Ma g'arbda meni hurmat nuqtasidan qilamiz. Bizdeki idarenin bir tüzümü var. Neyim kaysanlık yiyenler glas takımanlar. Sebep var mı ya? Ya bizim idaremiz engineer adaklar boğadı ki glas takvasa kudu. So set kıldı adamda köyüne kaldı demişim. Aslında. Şu bizlere basana eren kalsan saklı bunda yürümeş brutu adamlar, meyke saklı adamlar, ama o müzik kiralı 50% geldi. Aşağı şöyle. Aşağı. Ma öğret olsun boldu. Şu soğanlar olub qalsa tatınmayı sorarlar qanday vaqtda. Endi ma o ana til degan bola tarbiyasidagi bir narsa. Aşağı bu başqa ben bir neçə narsani tangday abetin bolalardagi kimlik tarbiyasini yozib so'zlab qo'ydim. Bu bola tarbiyasida nurg'un tadqiqotlar ilib berilib bo'ldi. Ameliyatda buniki Kanada'nınki qo'shnilik ma'rif bola tarbiyasi jihatdagi tadqiqot tarixi eng uzun davlatlardan birisi. 150 yilda bo'ldi. Shunga agar qo'shnilik ma'rif to'g'riliq izlansanglar, eng donliq maqolalarni Kanadalik professorlar yozgan. Eng dastlab Mishadan chiqqan. Aşağıdasını bayqaysizlar.
Ondan başqa yaqında bir qism yangi tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Bu nima desa, sizlar inglizcha bodybuilder deganni bilasizlar. Badanniki o'xshamagan yerini yo'q chiqaradigan, har ko'ksi odamlar bor, shu muscle ayollar bor hozir. O'sha narsalarni qildik. Bu badanni ma'lum bir yo'nalishda taraqqiy qildiradi desa. Yaqında bayqalgan narsa nima desa, mengda mana shu taraqqiy bo'lgan narsa bayqaldi. Yaqında da e'lon qilindi. Shunga mengni taraqqiy qilishning usuli qaysi desa, bolaga 1 yoshdan 3 yoshga kirgich bo'lgan oraliqda kitob o'qitish. Kitob o'qish emas, kitob o'qitish. Sizlarning xabaringlarda bor, dunyoda agar millat to'pi bo'yicha qarasak, yahudilarning ichida aqllilar ko'p. Bunun da statistikalar bor. Meniki maqolalarimda mutaqqa, masalan, New York shahrida odamniki menga taraqqiyotni o'lchaydigan bir o'lcham, bir ko'rsatkich bor. IQ deydi. IQ degan bir ko'rsatkich bor. Odatda bu top odamlarning o'ttiruvchi nomeri 100 bo'ldi. 60% adamning nomeri 115 kishi bo'ldi. Qolganlar 85 dan 115 kishilik qolganlar tuvan yoki yuqori bo'ldi. O'tganda New Yorkdagi bir professor tekshirib IQ nomeri 180 dak chiqqan o'rta maktab bolalaridan 18 ni tepdi. Shunda yuqorida tepdigan 14 yahudi chiqqan. Umuman bularning aql darajasi yuqori. E'tirofimsa olmaydi. Hozir qadar taqatgan Nobel mukofotinin 3dan 1 qismini Yahudi yoki shular munosabatli odamlar olgan. Dunyo bo'yicha taqatgan mukofotni. Yahudining nupusi biznikiga o'xshash. Nima derslarni desanglar, İsrail'da 5,5 milyon nüfusu var, Yahudiler nüfusu. Amerika'da 6,5 milyon var. Lakin ekip şu geldiler, başka ülkelerde 2 milyon, 3 milyondak nüfusu var. Çok olan nüfusu uygulan kişinden yakın geldi. Aslında nüfusular ağır kadar dünyadaki Nobel mükafatının 3'ten 1 kısmını hep oldu diyen acayip bir şey. Şuna belki o akıllık, ballarının aklını terakki kıldırış, neyse, Yahudiler'e bağlangan. Nimiş Yahudinin balları akıllıqda. Bunun təşhislə bunda bir işin boya qalған. Sizlər bilsizlər, Yahudiniki dini Yahudi tili da. Til, mədəniyyət, din birləşib ketken bulaniki. Tevratki nurgun nəsli əməliyyatı olaniki, örüb adediki, xaylan köstüdüğən nəsli. Çünkü ola din ügendi diyen gep, bizim til ügendi diyen gep mesela. Kiçik balı din ügendi diyen gep, til ügendi diyen gep. Yahudilarga qep olgan bir ənənə, olar dünya boyunca en baldır savatlı olgan millet bu. Burunki bütün dünya, bütün Avrupa bilimini fakat çerkovalarga çeklep, adetki fuqarolarga nimini beğenmey, İncilini beğenmey, okulu koymay, bizden alsan bilimini çeklep şuraya vaxtıda Yahudilar bütün erlerini savatlı kıvetken. Aşağı savatlı kıvetken için şu Avrupalarda şehir işleyen adamlar lazım olup gelip savatlık. Üzünün milletinde adam tapamadan ki Yahudiler yapıp işletken. Çünkü dastlabda Yahudilar en dastlabki işlege bankalar, pul sanayi qayerlarda. Şuna hazır pul sahasida Yahudiyan yaman. Amerikadaki Federal Reserve Bank var. Şuna reisi birden bir kesi Yahudilar çıktı. Bu Yahudi bir yığız gelip koysa stok payçak bazıları net yüz üst kütü. Açta dünyanın aslısını kılalaydı bulardı. Şu derecede. Bununki kepçik sargı şu. Yani mağablar belki balınki min terakiyatlı qanday münasibetli degende Yahudilarniki dadısıga balısıga Tevratni ögütüş vazife kılıngan. Şuna balana ait kiçik vaqtidan tartib dadısı çoxun balısını din jihatdan savat qilish kerak. Savat qilish uchun tilni ögütüş kerak, kitob o'qishni ögütüş kerak asa qilganda. Endi bosh Tevratning ichida ularning xudosidan bizniki payg'ambarlarimiz bir deymiz. Aşağı Allah'tan düşken bir vahiylik nəsil var gelmiş doğru. Balanını kitap okutuşqa mecburlaş doğru bir nəsil var gel balanı. Aşağı olan dadının manası eneni kaptı. Şununla dadısı ballarga Tevrat ögütümende kiçigini tartıp tilini ögütüp andaki okulu koyup terbiye aldılar ballar 1 yaşlı 3 yaşlı kitap koyulgan okugan yapılar. Aşta boğaçta bularning kimisi akıllık çoğ oluşuga şunda çok ta'sir ko'rsatgan. Endi miyada muhim bir nuqta var. 1 yaşdan 3 yaşga kirgan bolalar kitobni cho'qim o'zining tilida o'qish kerak. Boshqa tilda emas.
yaqinda mana shu qo'shnilik ma'rif kichik bolalar ikkinchi tilni qachon o'rgansa bo'ldi, qancha yoshdan boshlab o'rgansa bo'ldi degan masala ustida nurg'un tadqiqotlar olib borildi. Hozirga qadar kelgan bir o'rtaq yakun bu sohada bola ikkinchi chet el tilini 10 yoshdan boshlab o'rganish kerak. Eng yaxshi yosh shu. 10 yoshdan boshlab o'rgansa, 16 yoshga kirgunchalik ikkinchi tilda ona tilda savob chiqara oladi. Yerlik millatlardan farqsiz savob chiqara oladi. Lekin 10 yoshga kirishdan burun boshqa bir tilni o'rgansa, bola o'zining tilidami ham, yana bir tilda ham bo'lib qoldi. Mangu tilda hamlamab qoldi. Savob chiqmaydi. Endi ilm fanda yakun chiqargan chog'da biz asosiy ahvolni ko'z tutamiz. 70% kam deganda. Her qanday ishda odatdan tashqari ahvol bor. Masalan, mushu hozir men degan gapga to'g'ri kelmaydigan ahvollar bor. Aytib aqlli, kichik bola 5 tilni biladigan bunday ahvollar bor. Men 2010 Turkiyaga borgan chog'da Mehmetcan'da bu bola faqat isimdan chiqmaydi. Bir bolaning uyiga bordim. 4 yoshli qizi iz romanı o'qigan. 4 yoshli qiz Konizlik iz degan romanni o'qib Turkiyada. Bizga esa chunki balki deb shaka qildi bizga. O yuqori odamlar hayron qoldi, ko'zini chashib ketdi men qizning qilgan gaplariga. Shuncha savob chiqarib turibdi, shuncha aqlli. Bizda anday ahvollar bor, lekin mana bu odatdan tashqari ahvollar. Biz ilmiy jihat yakun chiqqan chog'da odatdagi ahvolni 70%lik odamni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Shu ABki narsalar hozirga qadar chiqqan ilmiy yakunniki narsalar shu. Hamda Uyg'urlar qanday qilish kerak? Chet elliklar qanday qilish kerak? Chet elda birisi men shu chet elda tug'ilib, bolalarga ona til o'rgatgan. Mening tuqqanim bor. Mening tuqqanim uyda tarbiyalagan, maktab ochgan, hammani qilib boqdi. Uni birisi emlak narsani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ikkinchisi bilim sohasida izlandim. Mush ahvollar qanday bo'ldi degan narsalar. Buningda bir qonuniyat bor. Endi g'arb ellərdə bolalar 5 yosh vaqtida tayyorlik maktabga kiradi. Asosan tayyorlik maktabga kiradi, deymiz kindergarten deymiz Amerikada. Kindergarten deydi. 4 yosh. 4 yoshmi? 6 yoshdan boshlab birinchi sinfdan boshlaydi. 8 yoshga borganchilik bolalarniki savodini uyda chiqarib bo'ldi Uyg'urcha. Mening to'qinimga chiqadi. Ular uyda sinf televizori yo'q, ingliz televizori yo'q, chiqmaydi. Ular VCD'ni butunlay vatanda kelib uyda qo'yib qo'yilgan narsalar shu Uyg'urcha VCD'lar, bolalarniki qo'chaq narsari, boshqa qo'yib qo'yishib, bolalarniki tili shunday chiqarib chiqdi. Bu birinchi bolasiniki. Ammo keyin shu tayyorlik sinfiga kirib ikkinchi bolasi yetishib olgandan keyin bu buzilishga boshladi. Buzilishga boshlab hozir endi Uyg'urchani to'liq bildi ular. Biz savol so'rasak inglizcha javob beradi. Bolalarni butunlay inglizcha so'zlashadi mesela. Uyg'urlar yig'ilgan yerlarda bu ahvolni to'liq ko'ramiz biz. Hammasi Uyg'urlar bolalari bir-birlari o'ynashni yaxshi ko'radi. Ular boshqa millatlarning bolalari bilan qaragancha Uyg'urlar o'zaro o'ynashni yaxshi ko'radi. Lekin ingliz so'zlashadi. Shunday. Endi bu nima? Bu ota-onalarning beshma qatdi, nasharning qatdi, aslarning mashina. Mamlakatdan burun necha kunlar bilan paranglashdim. O'rtaga havolashib. Qanday qilganchada ana til o'qitishni biz unumli yurishtirib olamiz degan bir masala bor. Bu ishga ilmiy qarash kerak. Bu albatta men degandek ham narsaning qonuniyati bor. Agar qonuniyatni halqagan holda bu ishni bak majburlab, o'zimizni majburlab, bolani majburlab qilsak, bolani qonun chiqarib qo'yamiz. Shu bo'shini chuqur ilmiy qilish kerak. Shunga men bu vaqtda izlab baxtim, ko'chman millatning bolalariga ona tilini qanday o'tish kerak degan narsa. Hani AB'ki kaidelerine düştü bu mu? Hani Amerika'da Meksikalılar bekçik Amerika'da. Tabi başka Meksikalıların balları üçüncüsünü bitirip boğaçılık üstündeki anlatılı okuydular. Mektepler çıkıp. Onlar başlamışını atıp Meksika üç mektep okuyalaydı aslında. İngilizcini ders okuyordu, til ders kılıp. Yani üçüncü sınıfın özkendikin, hani kendi resmi kalan sınıflar tahsil kılınıp yerlik ballar bile okuyordu. En yaxşı nasılmış şu. Lekin Uyg'urlarda imkoniyat yo'q. Bizim bu yerda Uyg'urcha dars, butun hamdasi Uyg'urcha maktablar yo'q. Hozir vatandami qolmadi bu. Ashta bir ahvol bor. Ashta boshqa meniki sizlarga bergan taklifim bolalar maktabga kirishlik chin tutinglar edi.
maktabga kirib bo'lgandan keyin chuqum ana tilida so'zlashinglar. Bola inglizcha gapirsa mayli. Andaylıqı bəzi tapşırıq nəsələri var. O tapşırıq nəsələrini balağa ölçüşəndisi düşənməydi. Mənim başımda ötkəndi. Tapşırıq düşəndirilən çağda, matematik dərslərini bunu düşəndirilən çağda, ya ki icma fən dərsini düşəndirilən çağda bunu ölçü düşəndisi oxumağandan keyin ingilis söyləşə məcbur olub qalğan. Mən artıq qalıb qaldım. Onun ilacı yox. Hani bundan başqa ana til mədəniyyətini axqınış qılğan nəsə. Bu tilning hammasi bir madaniyatlardan tang mavjud bo'lib turadi. Endi biz burun iloji yo'q vaqtlarda, masalan men oliy maktab o'qib vaqtimda birinchi yil xitoycha o'rgandim, ikkinchi yil undan keyin ikkinchi yil inglizcha o'rgandim, undan keyin ikkinchi yil yaponcha o'rgandim. O inglizlarni ko'p vaqtma, yaponlarni ko'p vaqtma o'rgangan endi. Bizim yerda iloji yo'q. Lekin endi miyadagi bolalarni ashta ahvol bor oldida. Shuning uchun ma bu yangida faoliyatim bek muhim yeri shu. Bolalar şu Uygur medeniyet muhitini müşakkep görürdü. Adet göremeydi. Adette öyde ulaşlı mektepten qaytib kelip, oxuguchi bo'lgan orliqda ota-ona bilan birga turadigan, anchamish parangiz qiladigan vaqti eng ko'p 3 soatlik vaqt bor. Qolgan 8-9 soat vaqtni maktabda o'tkazdi boshqa yerlik millatning bolalari bilan. Shunga asosan medeniyatni orli beşaydi. Biz bu medeniyat orli beşaymiz hozir men shundan haqlarga deyman. Biz medeniyatsiz yashayapmizda. Bizdeki bir ayda, 2 ayda bir qatam yig'ilishib qolsa biz bizning madaniyatni ko'ramiz. Qolgan vaqtida tomoq yeymiz, ishga boramiz, kelamiz, uxlaymiz, asqopimiz, yin tomoq yeymiz, ishga boramiz. Shunday mumkin. Hech qanday madaniyat degan narsa yo'q. Biz yashaymiz. Shunga ma reallik ahvol. Shu bu nuqta aytgan chog'da sening mushtaq bir jamoat qurib, abadiki 5 narsasiga birsin shu jamoat qurib, kichik bolani o'z madaniyatiniki muhitini ichida beqish bu muhim. Shuni buni bachchan tutinglar. Bundan başqa yana bir muhim narsa bor. Sharoitinglar ba ota-onalar bolani kam deganda har 2 yilda bir qatim yaz ta'tilida yurt mandiryapti. Hozir bu yo'l qiyinlashib ketdi. Masalan, men bu yo'lga chiqaman. Men 2009 yilda borgandan keyin boramadim. Opam tuyab ketdi. Hozirda yerlikni ko'rib boqmadim. Boramadim. Qizim to'y qildi. Urumchi to'yni qilamadik. Biz bermagandan keyin. Ashta. Boramadim. Ben undan burun herhalde shundoq kambag'al vaqtimdami? 2 yıl bir mandırıp doğandım. Benim ballarım şu Aksu, Kelpiller'e verip, Kelpil'deki benim öyle var, bir tam burun. Aşağıya geldi bir katım ikisi motosikletle berke geldi, kendine ballarım tunuyama, kalsın tımızını sokuyor, kalsın dınları diyendim. Topu hükümde gittik. Ula aş dihalanı dokunalaydı. Dihalanı ki okulun sıkaylaydı, ses kendime. Benim kızım nece 8 aylık mı vakitte şu oralığa bir bu bunun kırılan çadı ya şalteriye gayet pek başlıcık